xavfsiz oila loyihasini har oyda davom ettirib kelamiz uzluksiz ravishda. Toshkent shahri bo'yicha 1260 ta oilalar ro'yxatga kiritilgan bo'lsa, yil oxirigacha bizda rejalashtirib qo'yilgan. Shu sababli ham bu oila ko'pligi sababli ham 15 ta hamkor tashkilotlarda aynan rahbar xodimlarga bu ushbu oila biriktirilgan. Bir oilani o'sha muammosiga kirib borishi. Misol uchun deylik, bitta oila aynan tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lganligi uchun kiritilgan bo'lishi mumkin. Ushbu oilani biz sog'liqni saqlash boshqarmasiga biriktirganmiz. Ya'ni ularga bepul yo'llanma orderlari beriladi, ular bepul ravishda davolanishlari mumkin. Yoki bo'lmasam deylik, oiladagi farzandni nosog'lom muhitda katta bo'layotganligi sababi otasi ichkilikka ruju qo'ygan, onasi hech qayerda ishlamasligi, oilada kirim yo'q, ya'ni bolalari yetishmovchilik natijasida ko'chaga chiqib tilamchilik qilayotgan holatlari, maktabga bormasdan bemaqsad yurganlik holatlari. Bularni oldini olish maqsadida, misol uchun, ushbu oila qaysidir tumanni ichki ishlar organlarining muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'iga yoki uning o'rinbosariga biriktirilgan bo'lishi mumkin. U rahbarlar ushbu xonadonga borib, turmush o'rtog'ini agar u ichkilikka ruju qo'ygan bo'ladigan bo'lsa, narkologik dispanseriga yotqizilishi, ayolini esa xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektorlarimiz tomonidan ishga joylashtirib qo'yilishi, farzandini esa voyaga yetmaganlar inspektori tomonidan vaqtini mazmunli o'tkazish uchun qanaqadir sport to'garaklariga yoki o'zi qiziqqan ilm to'garaklariga, IT bo'ladimi, ingliz tili o'rganish bo'yicha bo'ladimi, ushbu to'garaklarga bepul ravishda a'zo qilib qo'yishi hamda maktabga o'z vaqtida borib kelishini nazorat qilish bo'yicha topshiriqlar berib, ushbu topshiriqlarning natijasi har hafta bizda olib boriladi. Bu ro'yxatlar shakllantirib boriladi. Yil yakunida esa hamma 15 ta tashkilot o'zini boshqarmasi bo'yicha qilingan ishlari bo'yicha monitoring qilib tahlil qilinadi. Xavfsiz oila loyihasiga kiritilgan oilalarimiz ko'p minnatdor. Boshqa yana bitta oila bor, olib kelsak maylimi, ularni ham loyihaga qo'shsak maylimi degan savollari ham bor ularni. Shundan ko'rsa bo'ladiki, bu o'tkazayotgan loyihamiz o'ziga yarasha yaxshi natija berib, samarasini berib kelyapti bugungi kunda.